Man seni shuncha yilga opang bo'lib turib, odamlarning sochini davolaysan-u, meni sochimga qara. To'xtang, opa, nima qilyapsiz? O'tirib oling, qani, tinchlikmi? Sochga to'kilib tamom bo'ldi. Necha yildan beri o'smaydi. Bir nima qilgin Farruxjon? Vahimingiz qursin, opajon. Bir og'iz so'zingiz yerda qolmasin. Bugun siz uchun va albatta meni kuzatuvchilarim uchun sochlar to'kilishini to'xtatadigan, o'sishini tezlashtirib beradigan va albatta yog'lanishlarni batamom yo'qotib beradigan ajoyib maska tayyorlashni o'rganamiz. Avvalambor maskamiz uchun 2 dona rozmarin shoxidan kerak bo'ladi. Bir donasini 100-150 gram qaynab turgan suvga qo'shib olamiz. Bir donasini esa videoning oxirida aytib o'tamiz. Maskamiz uchun 4 dona lavr bargidan ham qo'shib olamiz. Lavr bargi va rozmarin sochlar o'sishini tezlashtirib berish uchun muhim hisoblanadi. Sochlar jilokorligini oshirib, yog'lanishlarni to'xtatib beradigan qalampir munchoqdan ham maskamizga qo'shib olamiz. Qadimda soch to'kilishini to'xtatish uchun oddiy piyoz orqali ko'plab maskalar tayyorlangan. Bir dona kattalikda qizil piyozimizni maskamizga qo'shib olamiz. Oddiy sarimsoq mo'rt soch tolalarini baquvvat qilib berishligini bilarmidingiz? 2 dona sarimsoqdan ham maskamizga qo'shib olamiz. Mana maskamiz uchun kerakli bo'lgan barcha masalliqlarni qo'shib oldik. Endi esa o'rta haroratda 10-15 minut maskani qaynatib olamiz. Maskamiz tayyor bo'ldi. Maskani sovutib, maxsus setka orqali idishimizga quyib olamiz. Video boshida olib qo'ygan rozmarinimizni maskamizga shundoqligicha qo'shib qo'yamiz. Mana opajonim, maskamiz ham tayyor bo'ldi. Endi sochim o'sadimi? Endi sochingiz malikalarnikidek uzun, hurliqolarnikidek jilovlanib o'sadi.